Leksimizi devamlaştırmaz vatandaşım, hürmetli vatandaşım. Endiki mavzu Tayvan kartını oynap Cungu'ga takabul turishni tashabbus qiladigan Amerikaning Tayvandagi o'rnini yuqori ko'tarishni taklif qilgan Tayvanning rahbarlarini Amerikani ziyorat qilish taklif qilib, oxir Tayvanni butunlay diplomat e'tirof qilishni taklif qilgan John Bolton apandi edi. Köçürünle vatandaşım bu 5'den kapkatı 5'i. Mavzu bundak. Amerika Cungo oturusunda soda meselesi pes koyu düştü. Tayvankiler katımlık partlaş noktasıdır. Asası tuttu. Tayvankiler katımlık partlaş noktasıdır mavzulu haber. 4. ayının 13. gün Velvetor beti ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Soda urushi texetolog ahırlaşmay turib, Amerika matbuotları taqazzoliq ichida ikkinchi portlash nuqtasini izlashga boshladi. Amerika iste'molchilar axborotining soda kanalida NBC shu yer vaqti 10-kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Gerçi soda talash tortishlari pasaygan bo'lsa-mu, Amerika va Jungo ikki taraf munosabatining kelar qatimliq portlash nuqtasini o'ng'ayli izlab topib oladi. Bu bo'lsa-mu Tayvan. Prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin Tayvan bilan bo'lgan munosabatni ilgarilatgan bir qator harakatlarni eslaydigan bo'lsak, 3-oyda Tayvanning sayli sayohat qonuniga prezidentning imzo qo'yishi, Tayvanning do'sti John Bolton apandining Oqsaroy davlat bexatarligi maslahatchiligiga tayinlishi va suv osti parxod texnikasini Tayvanga o'tinib bir opta kirib qoldi. Tayvanga setib berganligini eslab o'tamiz. Maslahat so'rash shirkati Yevroosiyo guruhining tadqiqotchisi 9-oyda bunday ko'rsatgan. Soda talash tortishlarning Tayvan masalasi asli ishga ish. Lekin agar Amerika Tayvan bilan bo'lgan munosabatni davomli yaqinlashtiradigan bo'lsa, bu ishni bir-biridan ayirib etish qiyinga to'xtaydi. Amerika hukumatining Tayvan qaratgan yangi siyosati Amerika bilan Jungoning munosabatini murakkablashtirib etdi. Ikki tarafning savdo sohasida kelishim imzolashini qiyinlashtirib etdi. Tayvanning birlashma axborot to'g'ri 4-oyning 8-kuni xabar qilib bunday ko'rsatdi. Tayvan harbiy taraf Amerika davlat mahkamasining muntazam suv osti parxod uskunalarini setib berishiga ruxsat qilishga erishgandan keyin suv osti parxodning ko'plagan uskuna asboblarini tashqari dunyodan setib ola oladigan umid tug'ildi. O'xshash 4-oyning 9-kuni vazifaga o'tirdigan John Bolton Tayvanning do'stidir. Yevroosiyo tahlilchilari bunday tahlil qildi. Davlat bexatarligi maslahatchiligi yangi tayinlangan John Bolton bay o'qigandim bir abzas hozir o'qiyman vatandoshlarım. John Bolton Tayvan kartini o'ynab Jungoga taqobul turishni tashabbus qiladigan Amerikaning Tayvandagi o'rnini yuqori ko'tarishni taklif qiladigan Tayvanning rahbarlarini Amerikani ziyorat qilishga taklif qilib, oxirida Tayvanni butunlay diplomatik e'tirof qilishni taklif qilgan John Bolton apandi edi. Xabarlar qaraganda John Bolton bu qatim Tayvanni ziyorat qilib, Amerikaning Tayvandagi ishxonasining bir binodan yana bir ko'chaga ko'chish murosimi faoliyatiga qatnashdi. Amerikaning Tayvan jamiyati adresi o'zgartirdi. Tayvan matbuoti qiyos qilib bunday ko'rsatdi. Amerika dengiz armiyasi qo'riqlikda urush qilish qismlari Amerikaning Tayvan jamiyatining yangi binosiga kirib o'rinlashidir. Yana bir xabarda John Bolton murosimga qatnashdi deyil. CNBC televiziyasi xabariga asoslangan tashqi siyosat tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Thomas bunday ko'rsatdi.
John Bolton'a nisbeten aytganda uning Tayvan kartini ko'tarib, Tayvan masalasini o'ynaydigan yaxshi fursati. Balki uning Tayvanni ziyorat qilishi bir qatimliq nihoyatda yaxshi elib beriladigan hukumat faoliyatidir. John Bolton o'zining huquq o'rnidan foydalanib, Tayvan masalasini bevosita Prezident Trumpning kun tartibiga elib keladi. Prezident Trump Şinjayning 16-kuni Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ydi. Kuchga ega bo'ldi. Prezident Trump Tayvanning yaqinda o'tkaziladigan xalqaro sayyohat tashkilotiga a'zo bo'lib kirishini qo'llaydi. Ilgari surdi. Thomas mundaq ko'rsatdi. Buningdan burun Amerika Tayvanning xalqaro sayyohat tashkilotiga kirishini qo'llagan. Navbatda Prezident Trumpning qo'lida texmi yarqin va texmi kuchli bir faoliyatning bo'lmasligi mumkin emas. Bu faoliyat cho'qim bo'ladi deydi. İnsanın turmuşu vatandaşım, öy uçaqlıq buluş, balı çaqılıq, nəvirlik buluş, insanın turmuşu Xitay yol koymadığı Uygurğa. Muşunda yaşaşqa Xitay yol koymadığı vatandaşım. Yakından beri Tayvan Amerika oturusida arka-arkada yüz berib atqan hareketler kelsek, Jungo Tayvan komitetining bayonotchisi An Pingshan bundaq ko'rsatdi. Her qandaq chet el kuchlarining Tayvan kartini ko'tarib elishi avorchilikdir. Bu bir yodlab gap qo'y. Bunda qilish Jungo xalqiga ziyon solganlikdir. Jumladan Tayvan xalqini o'z ishiga olgan holda ahmoq qilganlikdir deydi Wang Pingshan. Amerikaning Tayvanda qurilgan Tayvan jamiyati Amerika davlat mahkamasining Tayvan munosabatlari qaroriga asosan qurgan jamiyatidir.